Banda Allohga ishonib duo qilar ekan, 4 ta narsadan bittasi albatta bo'ladi. Birinchisi, Alloh u so'ragan narsani beradi. Ikkinchisi, u so'raganidan ko'ra ko'paytirib beradi. Uchinchisi, so'ragan narsasichalik balodan, musibatdan saqlab qo'yadi. To'rtinchisi, so'raganicha ko'paytirib, bundan bir necha baland ko'proq qilib oxiratga olib qo'yadi. Siz duo qilganda yutkazyapsizmi birontasini? Mana shu ishonch har qanaqa mashaqqatni yengishingga senga quvvat beradi, yordam beradi. Har qanaqa muammo, qayg'uni osonlik bilan ko'tarishingga nima bo'ladi? Sabab bo'ladi. Bunisi ham o'tib ketadi. Bunisi ham o'tib ketadi desan. Ana shu ishonch seni bu dunyoda Rabboniy va'daga ishongan holingda baxtli hayot kechirishingga sabab bo'ladi.